Real Madridning tarixiy kambeklarini eslaymiz. Ketdik. Barchasi 2014-yil Chempionlar Ligasi finalida boshlangan edi go'yo. Atletico Madrid deyarli finalni yutgan bahsda Sergio Ramosning 90+3-daqiqada urgan goli barcha kambeklar davrini boshlab bergan edi. Real Madrid ekstra bo'limlarda Atleticoni qirg'inbarot qilgan kechada Chempionlar Ligasini yutgan edi. Real Madrid hamda Chelsea 2022-yil Chempionlar Ligasi chorak final. Birinchi o'yin Stamford Bridge'da Real Madrid 3-1 hisobida g'alaba qozonadi. Javob o'yinida Chelsea 3-0 hisobida Madridga qarshi harakat qilayotgan bir paytda Rodrigo hamda Benzema katta sahnaga chiqib, ekstra taymlarda hammasini hal qiladi. Umumiy hisob 5-4 Real Madrid yarim finalda. Bernabeuda 90 daqiqa juda uzoq davom etadi. Real Madrid hamda Manchester City 2022-yil yarim final. Birinchi o'yin Manchester City Real Madridni o'z uyida 4-3 hisobida taslim etadi. Bernabeuda Marezning goli evaziga umumiy hisobda 5-3 ga g'alaba qozonayotgan City remontada qurboni bo'ladi. Rodrigoning 90 hamda 91-daqiqadagi goli evaziga, Benzemaning esa ekstra taymlardagi penaltisi evaziga umumiy hisobda 6-5 tarixdagi eng dramatik o'yinda Real Madrid finalga yo'l oladi. Aslida Real Madridda bunday remontadalar juda ko'p. Ular oddiy holga aylanib ulgurgan. Barselonani Camp Nou'dagi tarixiy kambeklarini izohlarda yozib qoldiring. Hala Madrid.